Qora rangli kostyum burulka qamlashgan bastiga qo'y yarashgan, egiz bo'y, subatliq kelgan Bahodir aynak oldiga kelib, kiyimlarini birer qor tuzashtirishga boshladi. Uning yonida o'zi bilan o'xshash kiyingan, taqdirqimi o'ziga o'xshab qolgan birisi turadi. Bahodir nima qilsa, uni Bahodirga agishib tan qiladi. Bahodir oxiri chidamadi. Hey, sen nemishqa men nima qilsam shuni do'raysan? Chunki sen nimani qilsang shuni do'rimaslikqa amalsizman. Men sening yana bir tarafing. Nima? Sen mening yana bir tarafim? Shundoq, men sening aksing. Chunki men sen men sening aksing. Hey, sen nemishqa yana menga agishsan? Sen tug'ilgandan tatli men sening yiningda bor. Biz bu dunyoga tan kelgan, bu dunyodan tan ketamiz. Bundaq degan. Bahodir mushu shahardagi bir davlat organida injener bo'lib ishlaydi. Uning ko'ngillik oilasi, ko'ngildagidek xizmati ancha-muncha pulimi bor edi. Turmushi bayashat edi. Turmushdan ishinib, yilda bir ikki qatim ayoli Mehrigul bilan sayohatga berib, turmushning rohitini suratdi. Bahodir qandaqdir xiyollar qaynimida laylab yurganida, o'zini Bahodirning aksi tavalgan yigit eg'iz ochdi. Hey birodar, Ha? sen nikohning ta'mini bilamsan? Nima? Nikohning ta'mi bo'lamda? Albatta. Undaqda o kempitga o'xshash tatliq. Yo'q. Ba'zi o'xida qarmishga o'xshash achchiq. To'g'rimi? Balkim to'g'ridir. Sen bilmamsan? Yo'q, bilmayman. Bilmay turib nimishqa mendan so'raysan? Bilmagachki so'rayman-da, birodar. Agar Mehrigul Bahodirni chaqirmagan bo'lsa, balkim bu ikki Bahodirning suhbati yana davom etar bo'lg'aydi. Bahodir? Ha? Chayingiz ichilang. Buncha boy, zilva, aqsizlik chiroydan nur yig'ib turadigan, vujudidan ayollik latofat to'kilib turadigan bir ayol Bahodirning oldiga tabassum bilan bir chini choy qo'ydi. Bu Bahodirning ayoli, umrlik halol jufti Mehrigul edi. U Bahodirga shundoq izzat ikrom bilan muomala qiladi. Bahodirga har baqqanda suzuk chehrada illiq tabassum balqiydi. Ashqazon do'ringizni somkaga sap qo'ydim. Ichishni unutqanman, ha? Tushlik tomoqni vaqtida yeng. Haras, bugun yomg'ir yog'di davatatdi. Kunlikni iling. Bo'ladi. Amsi men qashtiray. Xo'sh. Ma'qul, xo'sh. Bahodir piyolani qo'yib, erinchaklik bilan o'rnidan turdi. Mehrigul tayyorlab taqilib qo'ygan somkasini va kunlikni ilib eshikdan chiqdi. Yenida o'zining aksi o'zi bilan tangli yuradi. Qiziq yeri uni o'zidan boshqa hech kim ko'ra olmaydi. Bahodir yo'lda ketib o'xsindi. Hey, ma'nisiz. Nima ma'nisiz? Turmushim bir xil ma'nisiz. Shuncha xotirjam turmushing turuqliq, yana ma'nisizmi? Men bir narsa izlayapman. Nimani izlayapsan? Bilmayman. Ish qilib, turmushimda bir narsa kam. Qo'rsqing to'yib, o'zingga ish topqing kepti, birodar. Kunda ishga boraman. Ishdan yoniman. Uyga kelaman. Uxlab qolib, ertasi yana ishga boraman. Ishdan yoniman. Uyga kelaman. Uxlab qolib, ertasi ishga yana boraman. Ishdan yoniman. Uyga kelaman. Uxlab qolib, ertasi yana ishga mangman. Yana ishdan yoniman. Uyga kelaman. Haqiqatan Bahodirning turmushi ana shunday bir xil ritmda davom qilyotdi. Shu topda ritmliq, bayashat, tinch turmush Bahodirga xotirjamlik emas, balki zerikish hissiyotini baxsh etgan edi. Bahodir ana shunday yipi uzilgan laglakdak bosh oxiri yo'q xiyollar ilkida idoraga yetib keldi. Vaqt xizmat aldirashchiligi bilan hash-pash tugicha o'tib ketdi. Bahodir idoradan chiqib bekatga kelib turishiga atiganning yoqi buzilib turgan sirrang osmon yomg'ir to'kishga boshladi. U darhol kunligini ochdi. Yomg'ir yig'ib ketgachgimi quruq taksilar bekla oz qolgan edi. Bahodir taksi to'sishdan voz kechib avtobusga chiqmoqchi bo'ldi. Ammo avtobusga odam liq to'lib ketgan edi. Shuncha siqilibmi avtobusga chiqolmadi. Bekatda Bahodirdan boshqa yana bir qiz turardi. Uning qo'lida kunlik bo'lmag'achqa kiyimlari yo'l bo'lib ketkilayotdi. U qiz qo'lidagi somkasi bilan beshini to'sib olgan edi. Bahodirning chiqilayotgan paytda Bahodirning aksi eg'iz ochdi. Hey birodar, bu qizni chaqirg'in. U yomg'irda yo'l bo'lib ketgan turdi. U kulikning ostida daldinmanson, ha? Men ko'rdim. Lekin asta. Nima lekin? u maqsadini xato tushunib qolsa-chi.
Qo'rsqing og'rimasa, tovuz ishdan qo'rqma. Hey, senda odamgarchilik bormi, yo'qmi? Nimandaq so'ralmi nimasan? Bora. Qizchaq. Hozircha mashin keldigandek emas. Keling. Kunligimning ostiga kirib, birdam daldalanib olam. Bo'ldi, hech qisi yo'q, rahmat. Keling. Üzülmang. Kunlikning ostiga birdam kirib olam. Rahmat sizga. Qizchaq rahmat aytib kunlik ostiga keldi. Arini jimjitlik qapladi. Nima degan xush puraqadir? Yomg'irning to'pig'i tushgan puruqi bilan bu qizning tenidan kelayotgan puruq nima degan esil birilishib ketgan? Voy vo. Boyatdan beri hajab diqqat qilmabdimmi-na? Bu qiz nima degan go'zal? Uning qosh ko'zlari, uning taqi turuqi, zilvoligi, nazokati mehriguldan menga tepilmaydi. Hey. Nima bilan da'atsa? Qalaymiqan xiyol qilmay, ber taksi to'sig'ini. Bo'ldi-la, birdan turaylik. Voy, ma qizni xato o'ylantirib qo'ymaylik da'atma. Bahodirning aksi mashina to'sashga boshladi. Qarmoqqa shundoq tirishib mashina to'sayotganda ko'rinsimi, amaliyotda u mashinaning to'xtashidan ko'ra to'xtamasligini bakarak umid qilayotgandek qiladi. Hay, to'xta, hey taksi! Astag'firullah. Bir talmi quruq taksi yo'q. Yomg'irda quruq taksi nima ish qiladi? Bo'ldi-la, piyoda menga beraylik. Qizchaq. Uyingiz yiroqmi? Ha, ancha yiroq emas, bir bekatga keldi. Bundaq ish. Qarang. Baribir mashin to'sig'il bo'lmaydi ekan. Bo'lmasa, mang'ash turaylimi? Bo'pti endi. Avtobus kelsimi, ishsizlikli odam keldi. Baribir patmaydigan gap. Sizni avar qilgan bo'ldim-ku endi. Yo'q, hey, hech qisi yo'q. Men shu tarafga bormoqchidim. Men bu quruq taksi kelib qolarmikin deb baklandish qilgandim. Taz yaxshi bo'ldi. Yuringlar ketdik. Bahodir kunlikni amal bar qiz tarafga suratdi. Arini yana jimjitlik qapladi. Biroqtirmulikqa chidamagan Bahodirning aksi Bahodirni turtdi. Hey birodar, mana endi o'g'il bola o'xshadim. Hey, ko'mshib menga vermay gap qilg'ash mangmamsan. Shu nima deyman? Nima deysan? To'xta. Nima deysan? Ha, topdim. Hikoya ismini so'ra degan yakapti. Ismini so'ra. Quruq gap qilmag'ina. Yo'l tunishib qolgan qizning ismini qanday so'rag'dayman? Tunishib qolmamsa, ahmaq. Kunda yomg'ir yog'maydi. Yomg'ir yoqqan taqdirdami, kunlik yo'q chiroyli bir qiz bekatda uchiravermaydi. Hey, turmushingda tunish qizchaqdan birasi ortiq bo'lib qolganning nima ziyini? Bahodir qizchaqqa ig'iz ochdi. Bumi bo'g'ini. Yomg'irda bu oqsham ikkimizning birga minishi ishonimiz bitilgan o'xshaydi. Tova, men hozirda shuni o'ylayotdim. Bumi taqdirning o'rinlashtirishi, daga. Tunishib qolayli. Ismingizni so'rasam bo'ladimi? Tova, mening apchilikim. Ismim so'rab, nima qilsiz? Bahodirning uni ichiga tushib ketdi. Bar ochiqni uningga ish o'gatgan, o'zining aksi deb atib olgan yigitdan olmoqchi bo'lgandek, uningga qarab ochiq bilan dedi. Chaqchaq qilib qo'ysam xato tushunib qolmang yana. Mening ismim Mahliya. Turmushda bir do'sting ko'paysa, bir yo'ling ko'paydi deydigan gap bor. Mening ismim Bahodir. Men bir injener. Siz-chi? Ha, men o'quvchi, universitetni 2 yildan keyin bitirman. Unda qaysi kasbda o'qiysiz? Siz bilan o'xshash bir kasbda, qurilish laylashda. Ohoy, birodar, omating kapti. Uningga ancha-muncha dars o'tib qo'ysam bo'lg'uday. Ha, qarang. Biz bir kasb ekanmiz. Qanday qishingiz bo'lsa, telefon qilavering. Yaxshi adam. Shundoqdek ko'rinsiz. Rahmat sizga. Uygimga kelib qoldim. Ma'qulamsa, xayr xo'sh Bahodir. Ma'qul. Mahliya, cho'qim telefon qiling. Balkim xizmat ishingizga yordam tegib qolar. Ma'qul. Cho'qim telefon qilman. Xayr xo'sh Bahodir. Hey birodar, u seni uyga kirib mangmamsiz demiding'i kinolarda kerak. Yoki bo'lmasa sen meni uyga taklif qilmamsiz demiding'i kinolarda kerak. Hey, u nimishqa meni Bahodir deb chaqirdi. Isming Bahodirdi? Mening demoqchi bo'lganim, u nimishqa meni Bahodir aka deb chaqirmaydi deyapman. Ha, chunki u sen bilan bo'lgan munosabatini cho'ng kichiklikka emas, balki barobarlikka kelib to'xtatadi. Texmi aniq qilib aytgan vaqtda u salohiyatini bir singillik o'rniga emas, balki bir tangtush qizaning o'rniga ishtirib qo'ydi. Shunimi tushunmadingmi? Hey, kelaqatim telefon qilganda nima deyishingni obdanroq loyilab qo'y. Hey, sen nima bilan deyapsan? Men uning yordam qilyapman. Boshqalarga yordam qilish yaxshi ish-ku. Ohoy, sen yaxshilik qilmoqchimi?
Ko'chalarda shunchavala odam tursa, hech kimga qilmagan yaxshilikni shu qizchaga qilmoqchimi? Quruq gap qilma. Bu gapingga hech kelimiz ishonmaymiz. Sening boshqa maqsading bor. Mening boshqa maqsadim yo'q. Ba, Yo'q. ba. Yo'q. Voy vo, nimandaq vaqiraydigansa, mundaqli deb qo'ydim-ku. Hey, o'zimiz bilan o'zimiz chiqishamiz-a, baksat turadi. Bahadır qo'lida kunlik, usti boshlari chiliq hülpeti ishdan kirib kelganida oshxona uydan chiqqan Mehrigul bo'sh to'livetdi. Voy, üstü beshingiz o'lib ketibdi-ku. Kunlik saqdi. Bu yo'l bo'lib ketgani bilan u qiz quruq. Mashina to'siyammidim. Avtobusga chiqolmay, piyoda qoldim. Ha, unda qo'sa birdam o'tirib turing, men ochiq-chichiq suv qashqib beray, a? Bo'ldi. Qo'sqim oshmadi. Bahadır o'zini bilmagan holda qo'pollik qilib qoldi. Chiroydan bearamlik, sal-pal bezorlik ifodalanib turadi. Mehrigul sal hayron bo'ldi. Ammo ortiq o'ylamadi. Mijozingiz yo'qmi nima? Zukamlab qolmaman, dora chiqib beray. Voy bo'ldi, hech qanday ish yo'q. Bo'ldi-la. Bo'ptamsa. Bahadır, sizga bir ish bo'lmaganda? Tova, men qo'rqqan sari nimandaq bilib oldigan-du ha bu. Mehrigulning bu savoli bilan Bahadır azroq o'zini tizib oldi. Sal charchab qoptiman shu. Mehrigul Bahadırning o'diliga kelib o'ldirgandan keyin ustal ustida yopqish bilan yetib, issiq saqlagan choydan bir piyola yeb qo'yib Bahadırga sundi. Qani, choy iching. Bugun cho'ng uyga borgandim, yetkab qoldi emasmi? O'ylarni bir oqir tozalab berib, pardalarni tushirib, yuvib esitib keldim. Qolgan tayyorliqlarni har kun berib qilib beray. Ha, yaxshi bo'pti. Ular sizni ko'migili ish kapti bo'ldi deganda men idorasida bak oldirash deb qo'ydim. Eng yaxshisi bir vaqtingizni chiqarib berib qo'ysangiz bo'pti-ku. Bahadırning ichi siqildi. Yenidagi yigitga qarab dedi. Voy nimanda ko'zim kirib oldigan-da bu. Hey hamoqat, u sen uchun yaxshi bo'lsin deb shundoq deyotadi. U qiynatangni emas, o'z ota-onangni yo'qlab qo'yg'in deyotadi. Mehrigul Bahadırdan javob kutgach, qo'lidagi kashchisining davomini kashlab Bahadır temini apqashdi. Ha, ras. Materiallarimni qanday qildingiz? Ha, hammani biz tayyor qilib qo'ydim. Mana men bormoq teskada. Atalik ishxonangizga olib, o'dirib chiqarsingizlar bo'ldi. Mehrigul beshini ko'tarib Bahadırga tikildi. Ayni chaqda bir qarashda yuragini asir qilib olgan bu yiqishliq qap-qara qo'y ko'zlar shu topda Bahadırni andiktirib qo'ydi. Bahadır ko'zini apqashdi. Bahadır, bugun siz sal boshqacha. Sizga bir ish bo'lmaganda? Hech qanday ish bo'lmadi. Qanday? Ko'zingizga boshqacha ko'rinadi. Dumbisida palachamdigan-du ha bu. Ha, boshqacha ko'rinyapsiz. Xuddi topshiriq ishlamagan kichik boladek sal xo'ylanib, yana ozroq tantirab qolibsiz. Ha, ras. Materiallarimdan sirgandim. Siz uni besib tayyor qilib qo'ygan bo'lsangiz, topshiriq ishlanib bo'ldi degan gap. Hamda yaxshi bo'lib qoldi. Mehrigul susqini kulib qo'yib, quruqtalgan piyolni ilib oshxonaga kirib ketdi. Bu kulkidagi achchiqimi, tanigimi o'xshaydigan ma'no Bahadırning sal andiktirgan bo'lsa-mu, u o'tkaldan o'tib ketganligini o'ylab cho'nqir tindi. Bu ko'rikdan qo'lsaq salomat o'tib ketdik. Men turmushimda nimadan kamligini endi bildim. Nima kamkan? O'tda qizg'inlik, qizg'in muhabbat turmushning harakatlantirish kuchi. To'g'ri, endi topding. Aradan bir hafta o'tib, Bahadır Mahliyaning telefonini topshirib oldi. Mahliya telefonda yilqi kundagi yordam uchun tashakkur aytmoqchi bo'lib, Bahadırni tamoqqa taklif qildi. Bahadır xushallik bilan ma'qul bo'ldi. Shunda qilib, ular yuz ko'rishdi. Tunji qatimliq ko'rishish qizg'in kayfiyat ichida oxirlashdi. Mahliya Bahadırning oilasi borligidan xabarsiz edi. Bahadır muvaffaq fursat topolmadimi yoki ko'nglidagi shaytonning vasvasasimi aytavur, bu ishni qizga aytmadi. Shuningdan e'tiboran Bahadırning turmushiga yangi bir mazmun qo'shildi. Turmushidagi kamlik to'liqlangandek bo'ldi. Mehrigul shunchalik tonish. Uning yanida o'zingni shunchalik erkin his qilasa. Mahliyaning endi o'zimni shunchalik hayajon, shunchalik qizg'in, ham shubhalik his qilib. Mehrigul butun jafoyingni tortadi, ham tortishga rozi. Mahliyaning butun jafosini tortaman, ham tortishga majburman. Sen Mahliyani yaxshi ko'rib qolding, shundaqmi? Yo'q, bu yaxshi ko'rish emas, qiziqish. Ikkisi bir gap, birodar. Shundaqmi? Shundaq. Shundaq qilib, bu tatliq tuyg'uning kayfini surib, hash-pash deguncha aradan 2 yil o'tib ketdi. Mahliyaning o'qishi bitdi. U kuni Bahadır ishdan tushibla Mahliya bilan tunji ko'rishgan qahvaxonaga kirib keldi. Mahliya qahva ichgach uni saqlab o'tdi.
Bahadır ishdan kirgandan beri Mahliya ko'zlarini uningdan uzmay qarab turardi. Bugun nima bo'ldingiz? Demga nimani qaraysiz? Bahadır, ayolunuz chiroyliqmi? Bo'ladi. Sizchilik chiroyli emas. Vijdonsiz. Tova, tova. Sizlar erlar bak qiziqchimi? Bahadır, bugun men siz bilan astoydil paranglashmoqchi. Ishing chataqtaq qiladi, birodar. Bo'ladi. Davering. Quluqim sizda. Meni yaxshi ko'ramsiz. Bugun hadish ajab tez kelyotdi desa. Buni so'rash ketam-da. Mening qaytadan anlig'im bor. Yaxshi ko'ramsiz, ko'mamsiz. Albatta yaxshi ko'raman. Sizmi meni yaxshi ko'rsiz? Menmi sizni yaxshi ko'raman? Undaq bo'lgandikin, meni eling. Mahliya, chaqchaq qilmang. Men chaqchaq qilmadim, Bahadır. Siz bilasiz, mening ayolim bor. Siz uni yaxshi ko'rmayman dedingiz-ku. U sizga erish uchun deb qo'ygan gap. Siz uning bilan ajrashib, men bilan to'y qiling. Siz mening hayotimdagi birdan-bir er. Men bu hayotimda faqat birla er bo'lsin tilganman. Men senga demidim-mu, birodar? Ayollar hissiyotga astoydil muomala qiladi deb ish topding mana. Bundaq bo'lsa yaxshi bo'lmaydi. Mening ayolim bor. Ayolingizdan barliq am desangiz keldimi? Bahadır, bilamsiz? Siz yaxshi odam emas. Bilaman. Siz o'zingiz avval ko'ngil ishkim chekdingiz. Endi mening sizdan boshqa hech kimga ra'yim yo'q. Qani ayting, men endi qanday qilaman? Mahliya, bugun sen hayajonlanib qolibsiz. Unda yo'qlan gaplarni qilmang. Men yo'qlan gap qilmadim, Bahadır. Men rost aytaman. Odam dunyoda birla qatim yashaydi. Agar sizning ayolini yaxshi ko'rmayman degan so'zlaringiz rost bo'lsa, nima qilsiz unimi o'zingizdan aldab. Uning haqiqiy yaxshi ko'rilish huquqi bor. Siz meni yaxshi ko'rsiz, menmi sizni yaxshi ko'raman. Undaq bo'lgandan siz uning bilan ajrashib, men bilan to'y qiling. Yo'q, bo'lmaydi. Sen degan injener, bu shaharda ko'zga ko'ringan injener. Bunda qilsang istiqbolingga ta'sir yetadi. Uning ustiga mehrgul nemish qilganga uni buncha bola azoblaysan. Bahadır, men sizning ayolingiz bilan ajrashib, men bilan to'y qilish maqsadingizning yo'qligini burilib faraz qilgan. Mana, endi hammasi aniq bo'ldi. Bahadır, men nima deb pulingizni zo'rlab xarjlayman, bilamsiz? Yo'q, bilmayman. Amaliyotda men pulga unchalik ehtiyojli emas. Men shunday qilish orqali sizni jazolayman. Men bu jazoga rozi. Men sizga ko'plab pul berish orqali o'zimni jazolayman. Tavba qildim, tavba. Bugun tunji qitim bu qizga samimiy gap qildim. Men sizni mening hisiyotimni chaqchaqalqiningiz uchun cho'qqim badal to'ldiman. Tavba. Bu kim? Tunimsa? Mahliya, menga tahdid silyapsiz. Sizga deb qo'yay. Meni qo'rqitmaysiz. Bahadır shundoq degunicha o'rnidan turib qahvaxonadan chiqib ketdi. U tititliq ichida uning sayisi yo'q, aniqini aytganda yana bir o'zidan so'radi. U nima ish qilmoqchidir? Seni sesdi-da shu. Hey, men sessam sanga nima foyda? To'g'ri o'yla. Amal tepish kerak, harakat qilish kerak. O'yla. Bilmadim. Nima amal topsam bo'lar? Faqatli bilmadim. Ha, topdim. Ha? Biz Mehrigulni o'ltirib o'tayli. Yo'q. Mahliyani o'ltirib o'tayli. Yo'q. Ya bo'lmasa, ikkimiz o'ylab olamdik ya. Hey, bo'ldi qila. Aras, u idoraga berib boshlig'imni demasa, u mening kasbchonligimni o'qidi. Bu bo'lgan amalkan. Buning unumi cho'qim yaxshi bo'ladi. Men bo'lgan bo'lsam, cho'qim shunday qilgan bo'lardim. Og'zingni yum. Turmushim ma'nisiz deb o'tatding. Mana endi toza ma'nilik bo'ldi. To'g'ri. Uni idoraga kirgizmaslik kerak. Bu bo'lgan amalkan. Bo'lsa u qizning rasmini qorovulga ko'rsatib, nogahshonda bu qiz kelib qolsa kirgizmang deb qo'ysang, bo'lsa uningga ancha-muncha odamgarchilik qilib qo'ysang, yo'q demaydi u. Bo'ladigan odam u. Mehmonxonada telefonning tuyuqsiz sayrishi bilan oshxonada tamoqqa tayyorlik qilayotgan Mehrigulni cho'chitib etdi. U qo'lini tartiqqa surtgach, telefonning yoniga keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Bahadırning ayolimi? Shundoq, siz Men Bahadırning tunishi. Yaqin tunishi. Urg'uli qilib aytilgan yaqin so'zi Mehrigulning tinini yenik jug'ildatdi. Turibgini tutgan barmoqlari siz titradi. U o'zini tizli o'ngshab mundaq dedi. Bahadır uyda yo'qdi. Ismingizni qoldirsangiz, u qaytib kelgandan sizga telefon qaytarsinmi? Men Bahadırni emas, sizni deb telefon qilyapman. Meni? Chiqsangiz ko'rsak bo'pti-ekan. Bu odatdagi telefon emas edi. Mehrigulning yuragi
to'yib turvatadi. Qarang, Bahodirning qaytib keladigan vaqti bo'lib qolgan. Men tamoq tutish qilayotgandim. Bugun Bahodirning tamoqi toza ishtahasi yo'qmikin? Tezroq keling. Bahodirga munosabatlik gap bor. Ko'rishadigan yerning adresini yonfingizga uchirib yo'llayib aytaman. Sizni saqlayman. Telefon üzüldü. Titrayotgan qo'llarda trubkani tutib turg'udek madarmi qalmagandek edi. Trubka pastga seyrilib tushdi. Mehrigul holsizlangancha turgan joyida o'tirib qoldi. Mehrigul unchalik to'rt emas. Ayollar qalbi qanchalik nozik, qanchalik sezgir. Bahodirning benormalliklarini u ko'rmayotidi emas, ko'ryotidi, bilib turadi. Yuragi allaqanday ko'ngilsizlikdan shapi bermaganmi emas. Ammo u Bahodirga ishonishni tanlagan. Chunki ayni vaqtlardagi o'tliq beqishlar, samimiy va'dalar va nikoh kuni o'qilgan muqaddas qo'rlar uni o'zining halol juftiga qarta gumonda bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Mehrigul asta, ammo qat'iylik bilan o'rnidan turib, aynak oldiga keldi. O'zini bir qor tuzashtirgandan keyin eshikdan chiqishga tamshaldi. Shu chaqda qo'ldagi yonfon sayradi. Qisquchurda bir qahvaxonaning adresi yozilgan edi. Mehrigul keyniga burilib, bu illiq oilasiga bir qor ko'z yugurtib chiqqandan keyin eshikdan chiqdi. Uchurda aytilgan qahvaxonaga kelib, ayrimxonaga kirganida o'tqashdek qizil qisqa ko'nglik ichida qizil guldek sehr chechib turgan chiroyli bir qizni ko'rdi. Qiz mag'rur edi. Bu ayrimxona xuddi uning shahona o'rdisidek. U bo'lsa shahona taxtda o'tirgan malikidek. Qizning ko'zi Mehrigulda edi. Mehrigul avval eg'iz ochdi. Sizga telefon qilgan men shu. Qani, o'tiring. Siz mening farzimdikiga ancha o'xshamaydi ekansiz. Qandoq deysiz? Siz mening farzimdikidan ko'p chiroyli ekansiz. Qani, qahva ichgach bir olishaylik. Hozir kelib qo'ydim. Rahmat. Mehrigul u qiz uzatgan qahvani adab bilan qo'liga oldi. Sukut uning ichini siqmoqda edi. U yana eg'iz ochdi. Men avval sizning kim ekanligingizni so'rsam bo'lamdi? Men 3-chi shaxs. Mehrigul uchun atrof biroqli sukunatga to'ldi. Na lirik muzikalar, na sirtdan anglayotgan kutkichilarning oyoq tevishi. Hech nimani anglayolmaydi. Faqat o'zining yurak so'qishlar anglanib turadi. Mehrigul qo'lidagi qahvani ustalga asta qo'ydi. Siz nima demoqchi? Behla oddiy. Siz uning bilan ajrashib ketding. U sizni yaxshi ko'rmaydi. Amsi kimni yaxshi ko'rdi? Meni? Nimaga asosan shunday deysiz? Buning sabablari pek ko'p. Siz Bahodir bilan sayohatga chiqmag'li nechilik bo'ldi? 2 yildek vaqt bo'ldi-ku deyman. Ikkilimizning xizmati pek aldirash bo'lg'achqa vaqt chiqara olmadik. Bahodir men bilan tanishganmish 2 yil jarayonida meni 3 qatim sayohatga olib bo'ldi. Uning har qatim komandirga mangman degan vaqtning hammasi men bilan birga sayohatga mang'an vaqti. Ha, rost. Yenimdagi bu yanfonni Bahodir menga elib bergan. Buning puliga yeningizga av yanfundan 4 keladi. Mehrigul darhol ustal ustiga qo'yib qo'ygan oddiygina yanfunni qo'liga ilib, orqasidagi somkasiga silib qo'ydi. Chiroydan tamkinlik chiqib turadi. Qiz mansimaslik bilan kulib qo'yib, so'zni davom qildi. Bundaq misollar bek to'la. Siz uning chaplashamang. Uning bilan ajrashib ketding. U o'z baxtini topsin. Sizning men bilan ko'rishadiganligingizni Bahodir bilamdi. Yo'q, bilmaydi. U sizga men bilan ajrashib, siz bilan to'y qilish to'g'riliq va'da-va'dami? Yo'q. Qarang. Avval Bahodir menga ajrish to'g'riliq hech qanday gap qilib boqmadi. U cho'qqim deydi. Mening ishonchim bor. Chunki men sizdan yosh ham chiroyli. Bunisi rost. Bahodir noyati hissiyatchan er kishi bo'lg'ini bilan
lekin u bak aqlliq. Er kishi mangu cho'ng bo'lmaydigan kapsiz bola. Siz yosh ham chiroyli ekansiz. Xuddi andili echilgan atirgulga o'xshaysiz. Har qanday er kishining bundoq kunni purg'isi keladi. Lekin unutmang singlim. Mencha er kishi bu gulni uyga o'ylashib akiradi. Men Bahodir bilan ajrashib ketamayman. Men tex uningga demadim. Mening bo'yimda bor. Qahva stakanini tutgan qo'llar titradi. Qiniq beg'irang suyuqliq silkinishdan sirtqa tashdi. Qiz stakanni tizil ustalga qo'ydi. Amdin o'rnidan turib uyoq bu yoqqa minishga boshladi. Bayiqi mag'rur holati biroq g'azabli holatga almashdi. Bahodir bir eski suyuq eksi. O bir mesuliyetsiz şahsiyetçi yalancı elli kovar yakadı. O sizden kayanın sadakatsizlik kılıp ben bile anlaşmışydı. Beni adam yeri kaç kız bana anlaşmışydı. Onu Kudayız biledi o. Qiz yig'laydi, bo'g'latdi. Mehrgul shu topda bu qizning yuragidan tamchilayotgan qonlarni ko'rgandek bo'ldi. Xuddi o'zining yuragidan taramlab yiqayotgan qonlarga o'xshash. Balkim shundoqdir. Lekin men sezmabdiman. Bahodir taloqqa qaragan bo'lsa, men uning ko'nglini ololmagan baxtsiz ayolman. Lekin siz emas. Sizning yana baxtli bo'lish huquqingiz ham fursatingiz bor. Lekin mening yo'q. Men bu yerdan chiqib ketib, yana uning bilan uy tutishga majburman. Singlim, bu yo'lda mengiversangiz, sizmi bir baxtsiz bo'lasiz. Shuning uchun eng yaxshisi bu baxtsizlikni menga tashlab berib, o'z baxtingizni islang. Men yo'ldoshim Bahodir uchun sizdan kechirim so'rayman. Qiz endi chidamayli qilgan edi. Xuddi o'qya yegan kiyikdek ochiq nola qilgancha Mehrigulning oyoqiga yiqildi. Ben çiğnemedim. Ben berdasım diremedim. Ben sizge yıkılmadım. Ben sizden bundan koyamayacağınızı asla oylamadım. Siz bana bu yeterlik için beni tırlasanız yüzümü kaçırtla borsanızın bulattınız. Doğru. Ben onu yanlış görmem. Lekin onun beni almaydıqalıqını bilerdim. Ben zaten neyimiz koydum. Ondaq demang singlim. Sizmi bir ojiza? Sizmi bir kishilarning azizi? Bu ishda sizmi bir ziyolang'uchi? Kechiring. Yok, siz beni kechiring hadi. Asli ben bugün siz bilan jadalashib, Bahodirga erishsam uyni buzib o'tmoqchidim. Lekin ben xato o'ylabdiman. Mehrigul ada, ben sizga va'da beray. Chin Bahodir bilan endi hargiz ko'rishmayman. Oilangizni xotirjam tuting. Rahmat. Ada, siz bunchalik sabr toqatni nereden o'rgandingiz? Qizchaq minishga tamshalgan Mehriguldan so'radi. Muqaddas kitoblardan o'rgandim. Shu kitoblarni o'qimay tashlavatganimiz uchun ikkimizning bugungi fojiasi yuz beryotdi. Baxtli bo'ling. Ko'rishganimizni uningga damsiz? Bilmayman. Menimcha demang. Uyinglar buzilmasin. Harg'in qadamlar, charchagan ruh, yaralangan yurak, xorlangan aqida. Qizg'inlikqa to'lgan qaynoq shahrining ikki nuqtasidan tangli parqlab chiqqan ochiq nola palaki yetdi. Xristaldek suzik va nozik ikki qalb charaslab so'ndi. Ah, ayollar.
Nim bo'lding, birodar? Hey, men senga gap qilyapman. Nim bo'lding deyman. Tuyuqsizlik qaroringni o'zgartding-ku. Bo'ldi qila, menga Bu ishni hal qilishning yo'li emasga. Men ixro qilishim kerak. nimani ixro qilasan? Men uni oldig'inimni, erishmoqchi bo'lganim uning muhabbet emas, balki tinish ekanligimni, har qanday balal to'rashga rozi ekanligini ixro qilishim kerak. Tuva, tuyuqsizlik odamga o'xshab qolding-ku. Yaraysan. Yur, mangayli. Mahliyaning uchiri? Bahadır, ben sizin men bilan to'y qilish maqsadinizning yo'qligini birila bilatdim. Lekin chidamay sizni o'chirish niyatigim kelgan. Men hozir bu niyatimda yondim. Tova, nikohda ajoyib dam bo'ldi ekan. Bo'ldi. Bizning hikoyamiz mush yerda oyoqlashsin. Oilangizni qadrlang. Ha, to'g'ri. Yaqinda sizga yangi bir xush xabar bor. Sizga baxt tilayman. Omon bo'ling. Tugidi. Tugidi. Bu bo'ron chapqundan mushundoq o'tib ketdi. Shundoq. Onang duo qilgan ekansan sen. Bichara qiz. Sen nima xushol bo'lmay? Men xushal bo'lolmayapman. Men ixro qilishim kerak. Yana nimani ixro qilasan, birodar? Uyga berib, Mehrigulga sadoqatsizligimni ixro qilishim kerak. Bahadır eshikdan kiribla mehmonxonada xayolga petib o'ltirgan Mehrigulni ko'rdi. Bahadır asta Mehrigulning yoniga kelib o'ltirdi. Ah, qapqara qo'y ko'zlar qizdirib ishg'an edi. Bahadır eg'iz ichishdan burun Mehrigul so'z boshladi. Bahadır, biz uy tutayotqali 4 yil bo'lay debdi. Lekin bugun siz menga bekli notunish ko'rinyapsiz. To'g'ri, menmi tonimadim. Sen kim? Mehrigul, Dema. Bo'pti. David bilan bir qutula. Dema. men sirtda bir qiz bilan oralashib qoldim. Mehrigul shaqqida o'rnidan turib ketdi va oshxonaga mang'ash mundaq dedi. Qo'rsqingiz ichib ketganda men suyuq salom bir narsa qilib kiray. Mehrigul, Ya bo'lmasa siz ang yoqtirib beradigan kabob qo'rib beray, birdam o'ltirib turing. Mehrigul qashqandak tugudek minib oshxona uyga kirib ketdi. Pong'ib qoldingizmi? Men sizdan yoshirin sirtda bir qiz bilan oralashib yuryapman, deyapman. Yig'lang, siz meni tillang, yuzlarimni tatlang. Әдісі таң атты. Bahadır keçinin yaqı yaxşı uxlayamagan edi. O vicdan sotida qiynalıyotdi. Mehrigulning yuziga qanday qarashni bilmaydi. O huduqdi. Onunğa Mehrigul bo'lmasa bo'lmaydi. O luqildab ag'riyotgan beshini o'g'lig'incha istal oldiga keldi. Atiganlik nashtila joyida edi. Mehrigul oshxonada allaqanday ishlar bilan mashg'ul edi. Bir chaqda Mehrigul chiqib keldi. Bahadırning burnining uchi ichishdi. Mehrigulning chehrida tunish tabassum, qapqara qo'y ko'zlarda tunish mehribonlik. Xuddi 2 yil burunqi atiyakdek. Bahadır, oshqozon do'ringizni sumkaga solib qo'ydim. Ichishni unutib qolmang, ha? Tushlik tomoqni vaqtida yeng. Bugun yomg'ir yog'di deyotdi. Ma, kunlikni ilib oling. Xo'sh, kechda ko'rishaylik. kechda ko'rishaylik. Bahadır, sizga bir xush xabar aytay. Bizning uyga yangi bir mehmon kelmoqchi. O hozir yo'lda. Bahadır turibli qoldi. Bu haqiqatdanmi u o'ylab baxmagan xush xabar edi. Qattiq hayajon Bahadırni turgan joyida qaltiribli qo'ygan edi. Mehrigul uningga qarab turardi. Chehradagi hayoliq tabassum shu dab uni parilarga o'xshatib qo'ygan edi. Bahadırning soyisi asta berib Mehrigulning qo'llari bilan yenikkini silayotgan qursqiga quliqini yaqdi. İç-içidan chiqqan kulga chiroyiga tepdi. Anladingmi, birodar? Men dodi bo'ladi ekanman. O'g'il, qiz, yo'q, o'g'il, qiz. Voy xudoyim, mayli nima bo'lishini qat'iy nazar oldi bilan bu dunyoga sog'-salomat kelsin, amin. Bahadır Mehriguldan so'radi. U qachon keladi? O endi yo'lga chiqdi. Muborak bo'lsin. Xush xabar. Bu haqiqatan xush xabar ekan. Xush xabar? Xush xabar? Pot oradagi xush xabar? Mehrigul bilan Mahliya ko'rishdi. Nikohning ta'mini endi bildim. Qanday bo'ladi ekan? Xuddi sho'rpaga o'xshaydi ekan. Shunchalik shirin, lekin Uning oldingi shati uni ko'pikini aralashtirib etmay, pak-pakiza suzib etib, tuzini tangshab ichish kerak. shu chaqda nikohning ta'mini haqiqiy tetiy olaysiz.